Hozir. Qandaysan? Chaqiruvdingmi? Ha, chaqiruvdim. Kel. Islombek, hozir men hojatga kelib chiqay. Uyga san borib qo'y. Islombek, nima bo'ldi? Nimadir bor. Shohim ayam chaqiryaptilar, tezroq bormasa bo'lmaydi. Alo. Endi? Alo. Ha, Islombek, qandaysan? Ayam telefonini olib qo'yganlar uchun konserner pultidan telefon qilyapman-da. Kechagi voqeani isbotlayman, uyimizda hech narsa yo'qligini. Yo, Shohnur kelolmayman. Kechagi voqeadan beri qo'rqib yuribman. Shuning uchun borolmayman, do'stimsa ham boraman bugun. Eshik ochasiz. Eshik ochasiz. Qandaysan zo'rimsan? Kechagi voqeani to'g'rilayman, isbotlayman, senga hech narsa yo'qligini. Yur. Hech narsa yo'q, mana. Kel, tekshiramiz hammasi. Mana hech narsa yo'q-ku. Qoch, tez. Shohnur, qoch. Yo'q. Senga nima deydi? Ali buva. Ali buva. Alo. Ha, nimalarni? Ali buva, biz anaqa domovoyga o'xshagan maxluq ko'rdik. Maxluq? Tamovoyga o'xshagan? Ha, esladim. Men yoshligimda ko'p ko'rganman. Hozir ishlarim qo'yib bo'lay, keyin sizlarga aytib beraman.